Xullas, men uni boshini oxiridagini qilinadi. Qanday tushuntirsam bo'ladi sizlarga? Mana cho'qqisi qilinadi. Pastki tuyaga ketayotganlarni trendlarni aniqlab olamiz. Aniqlaganimizdan keyin biz kiradigan, misol 15 minutlik, 1 soatlik, 2 soatlik bo'lishi mumkin mana bu narsa time frame. Endi qilingandan keyin 15 minutni 1 minutlikda kirib nima qilish kerak? Zilka ochiladi. Hozir 1 minutlik grafikdan chiqib ketib qolyapti. Shu sababli 5 minutlikda kirib zilka ochiladi. Endi men sizlarga tushuntirsam. Mana bu yerda buni yordi, chiqdi, pastga qaytdi. Pastga zilka ochamiz. Keldi. Endi mana uni yorib o'tdi, bu yoqqa bordi, qaytishini kutamiz. Qaytdi, TVga ketdi. Endi bunday tushuntiradigan bo'lsam, bu uzun cho'qqisi bilan pastdagi cho'qqisi. Ana keldi, aqa yurdi, pastga yurdi, yordi, pastga tushdi. Yorgandan keyin orqaga razvorot qaytadi. Qaytgandan keyin zilka ochamiz. Zilka ochdik, maytda sotib oldik. Yana bu yoqqa kelyapti. Bu yoqqa kelgandan keyin maytda yana chiziq bo'ladi. Yorib tebani mana likvidni yora olmadi. Shu sababli pastni yordi. Pastni yorgandan keyin pastga tushib turib bu yoqqa keldi. Pastga ketyapti yana. Shu tarzda ishlanadi. Mana shu holatda ishlanadi. Mana misol uchun buni sizlarga zilka qilib ko'rsataman. Biz mana maytda zilka ochishimiz kerak. Kech qoldik. Endi bu tuyaga yarashga kelish kerak yoki kelgungacha. Hozir tevaga ketyapti. Hubiga mashq kelganda sotib oladi. Hech qachon o'rtada savdo qilmanglar. Mana maytda zilka ochinglar. Turib mashqgacha borib beradi. O'rtada hech qachon savdo qilmanglar. Bo'shliqni to'ldirgani pastga tushish kerak.